Resulallah, Habiballah, Nebiyallah, Şefi'allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Biz oldingi darsimizda Rasulullahninki tug'ilgandan keyin sog'lom cho'ng bo'lsin, tili sog'lom bo'lsin deb yezlarga olib ketilganlik haqida so'radik. Hamda degandek balla yezli cho'ng bo'lsa, tili sog'lom bo'ladi, tini sog'lom bo'ladi, ro'yi jihatdan sog'lom bo'ladi. Bizning ballarimiz qarab baqsaq, o'ylab baqlaymiz, bir-biriga chaptishgan qavatlik uylarda ballar tabiatdan jiroq, tabiiy muhitdan jiroq cho'ng bo'ladi. Bu ballar bilan yezli cho'ng bo'lgan ballarning psixik jihatdan, sog'lomlik jihatdan, tafakkur jihatdan, nurg'un jihatdan o'xshamaydi. Shuning uchun tabiatda yezida cho'ng bo'lgan ballar nihoyatda sog'lom cho'ng bo'ldi. Bir gün Abu Bakr radıyallahu anhu Resulullah'dan sorulan, ya Resulullah, sizdek fasahatlik, balagatlik sözleydiğen bir adamı körüp bakmadım diye vaqtda Peygamber Aleyhisselam, mening tilim nimde fasahatlik, balagatlik bo'lmasin. Çünkü men Quraysh kabilesinden, yani Araplarning en itibarlı, en muhim kabilelerinin biri. İkincisi, men Bani Sa'd'da cho'ng bo'lgan. Yani Resulullah 4 yıl aşağıda çoğun oldu. Andaki Resulullah kökürük yerildi. Bu vakalık boğandayken şunu olan Halime anımız bu işten kokap gidip Resulullah'ını anısına tapşırıp verdi. Resulullah 4 yaşını tartıp 6 yaşlıca Mekke'de anısıyla birlikte yaşaydı. 6 yaş girgen vaqtida Resulullah'ın anısı Resulullah'ını elip Medine'ye sefer kıldı. Çünkü bu Medine'de asli Resulullah'ın anısının jütü Medine, yanıla Resulullah'ın dadısı Medine'ye defne kılıngan. Şunun için Resulullah'ın anısı Amine anımız Resulullah'ını elip şu tuqqanlarını kögeç ve erininki kabrisini ziyaret kılış Medine'ye vardı. Medine'de bir ay atrafında turup Mekke'ye qaytib gitmeyiz deb yolga chiqib Abuva degan joyga kelgan vaqtida Resulullah'ın anısı mı bu dunyodan o'tdi. Rasulullah dadısı mı yok, anısı mı yok, qar yetimga aylandi qarindoshlar. Mana bu Allah subhanahu wa taala Rasulullah'a moshni iroda qildi. Çünkü bunun dadısı bolsa, anısı bolsa, belki dadısı muşunda terbiyelep, anıs anda okutup, muş anıs dadısı muş ideyani sındırıp, şunun olan galbiqan deb gaplar çıkış mümkün. Ana deyken qarindoshlarimiz, muşu farzand tarbiyelashda mandaq bir nokta var. Farzand tarbiyeleyli, farzandimiz keraklik adam bolsun desek, ballarımızga kichikdan tatib mas'uliyat atsak oldu. Biz ballarımızı aktif, onu kısım vay kılanmaydı, mani kısım buzuydu, vay küçük kılanmaysa da balımızın kabiliyetini öldürürüz. Meyle azrak buzuvatsı mı, azrak hatalatsı mı, vay yaxşı kıldığında ballarını küçük çağda mesuliyetini atsa, kilerçekte bu bala nahiyeti kireklik adam buldu deydi. Şunun için Sılmandak bir bizden sonra muşu utuq qazanğan adamның köpüncisi yetim balla. Muş ali mekteplerde yaxşı o'qigan adamның ballarının tolisi ata-anası kambag'al yoki yezliq balla. Nima uchun deyajada bular kichik chig'dan mas'uliyat ustiga otilgan. Kichik chig'dan bir mas'uliyatning o'disidan chiqish mecburiyetide qolgan balla. Shuning uchun Allah shuni iroda qildimi, Rasulullahni nahayat kichik chig'dan yetim qoldi. Şuna olan Resulullah'ın babası Abdullah bu Resulullah'ını qaytırıp ekeldi. Üzünün ballarının qatarda nahayat etivarlap pek yaxşı gördü. Çünkü
Abdul Muttallib Rasulullah'ның babası, oğul Abdullah'ны bək yaxşı görgənlikdən, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu oğulның balısı olğanlıqdan, şunun şu balısının Abdullah'ның balısı deb bək yaxşı gördü. Hatta Rasulullah tuğulğanda mı, Abdul Muttallib Xanı Kəbin aldığa çıkıp Muhammed deb isim koygan. Bu Resulullah'ın ismi Muhammed deb qo'yilgan vaqtida odatda arablar bu ismni qo'ymaydi ekanda. Shuning uchun sen buni nima deb Muhammed deb ism qo'yding degan vaqtida Muhammed deganning Uyg'urcha ma'nosi ya'ni maqtalg'uchi, madhilanguchi degan bo'ladi. Men buni osmonda va zaminda madhilansin deb bular Muhammed qo'ydim degan qarindoshlar. Endi bir sizlarga tushuntirib qo'yadigan bir nuqta bor. Qur'oni Karimda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ismini Ahmad deyildi. Rasulullahning ismi Qur'oni Karimda 4 yerda tilganligan. Shu yerda bir yerda ya'ti min ba'di ismu Ahmad deb, ya'ni Isa alayhisalom Tevratda Ahmad ismli bir payg'ambarning keldiganligini Qur'oni degan, buni Qur'oni Karim tilgan. Unda Ahmad degan bir gap, Muhammad degan bir gap. Biz Ahmad, Mehmet deymiz, ikkisi odam. Amma arab tilida Ahmad ila Muhammadning ma'nosi o'xshash. Ondan keyin arab tilida ma'nosi yo'q so'z bo'lmaydi. Shuning uchun mayli Muhammadda, Ahmadda ma'nosi o'xshash bo'lganlikdan, ya'ni Muhammad ham o'xshash, Muhammad Ahmad ham o'xshash arablarga nisbatan. Buni bir bilib olsin dedim. Shunda qilib Rasululloh 8 yoshga kirgan vaqtida bubusim bu dunyodan ketadi qarindoshlar. Shundan bilan tog'asi Abu Talibninki qo'lida qoldi. Endi bu Abu Talib Payg'ambar alayhisolamni yaxshi ko'rib, o'z bolalarining qatorida atvolab boqdi. Mushunda qilib Rasululloh 12 yosh kirgan vaqtida Suriya tarafga bir qatimliq safarga chiqqanligi, bu safarda Suriyadagi hozirgi Busra degan vaqtida, bayag baga vaqtida Buhayra degan bir rohib bilan uchrashib, bu Rasulullohning payg'ambar bo'lib qolishi ehtimoli borligini deb, shuning buni bu Suriyaga apamay mishadan qaytirib kelib, tog'isining qaytirib kelganligi, undan keyin Rasululloh bir o'zining halol kasb qilib jannat beqish uchun Makkadagi xalqning qo'yini beqib berganligi tarixiy kitoblarda aytilgan. Bu yerdan o'zimiz qarab boqgan bo'lsak, mana Rasululloh kichik dillam o'zining qon tariga tayinib halol amgak bilan jon beqishga tirishgan. Shunda qilib az to'la tog'isining tijorati bilan asbas tijorat yo'llarini o'rgangan. 15 yoshga kirgan vaqtida qarindoshlarimiz Mekkada mundaq bir ish yuz bergan. Mekke Quraysh qabilasi bilan Havazin qabilasi, hozirgi Taifning atrofida yashaydigan, ya'ni Makka bilan yaqin bir yerda yashagan ikki qabila o'rtasida urush bo'lgan. Bu urush arablarning urush cheklangan oylarida yuz berganlikdan Osiylar urushi deb atalgan. Chunki Osiy degan gap, ya'ni qonun xiloflik qilgan, gunoh o'tkazgan odamni Osiy deymiz. Shu Osiylar urushi deb atalgan. Rasululloh bu urushga qatnashib, bu urushda tag'illarga o'qiya sunib berganlik voqealigini Rasululloh o'z og'zi bilan deb bergan. Endi bu ish yuz bergandan keyin Rasululloh 15 yoshga kirgan vaqtda mundaq bir ish yuz berdi. U ish qasi insonlar Yamandan bir tijoratchi kelib Makkada o'zining mollarini Asib ibn Vail degan savdogarga sotgan. Bu Asib ibn Vail bu Yamandan kelgan savdogarni bo'zi ketib, milning pulisini bergilmagan. Shundan bu odam uyning qashig'i berib, buning qashig'i berib, hech bu pulisini ololmay, shuning xoni Kabini oldiga kelib, adam jo'q yerda, "Hey Makka ahli, mushunda ulug' zaminda, mushunda haramda İbrahim alayhisolamning sog'an Kabis babirini jutda mendek bir bichoraga yordam qilib, Asibni Vaildan pulini epirdigan bir erkak yo'qmi? Adolatni suydigan, haqni suydigan bir odam yo'qmi?" deb tovlagan. Tovlagandan keyin shuning bilan bir necha haq suyar arablar bir yerga jamlashib, mush arablarning Darun Nadva, ya'ni kengash uyi degan bir uy bor. Buni Rasulullohning 4-5 bo'visimi sog'an uy. Arablarimiz davomli bir siyosiy, ijtimoiy faoliyatlarni mush uyda qiladi. Shu uyga yig'ilishib, shu yerda bir
uyushma qurgan. Yani Aqsoqollar uyushmasi deb. Ba'zi kitoblarda buni xayriyat uyushmasi deb oladi. Bu Aqsoqollar uyushmasini qo'yib bir necha peshqadam aqsuyar arablar bu haramda buningdan keyin bir odam zulm uchirsa, biz shu zulm uchirgan odamni qo'llab, zolimdan shu zulm uchirgan odamni haqqini olib berishimiz kerak. Bu ulug' zamonda nohaqchilik bo'lmasligi kerak. Bu zamonda adl adolat hukm surish kerak deb bir uyushma qurilgan. Rasululloh bu uyushmaga a'zo bo'lib kirgan qarindoshlar. Yani Rasulullah 15 yaşında bu uyuşmağa a'zo bo'lgan. Rasulullah payg'ambar bo'lib bu uyushmani aslab shunday deydi. Men mushu Aqsoqollar uyushmasiga qatnashgan edim. Agar islomdan keyin yana mushunda uyushum bo'lib men chaqirilsam, shu uyushmaga yana qatnashgan bo'ladi. U uyushmaga qatnashganligim bana qizil to'gidan bak suyumlik degan. Xo'sh, endi biz bu yerda bir az to'xtalaylik qarindoshlar. Bu uyushmani qurganlar birinchi bo'lib mushu adolatni yaqlab, zulmni qarshi turamiz deb qurganlar. Endi bu Makka bo'lsa shu chaqda eng ijtimoiy siyosiy zulm haddidan oshgan, jamiyat buzilgan, amaldorlar chiriklashgan, xalq tushkunlashgan, xalq hammasi tang izib mushundoq bir buzuqchilik avjagan bir mezgilda mana bu uyushma dunyoga keldi. Biz buningdan nimani tushunib olamiz qarindoshlar? Biz buningdan shuni tushunib olamizki, bir millat buzilib, vayron bo'lib, ittifoqsiz, inoqsiz bo'lib, hammadan umidini uzsimi, lekin jamiyatda yaxshi kishilardan ham yaxshi kishilar shu jamiyatning yaxshi kishilardan xoli bo'lmaydiganini o'rganib olamiz qarindoshlar. Biz hozir mana shu Uyg'urlarningki ish qilganimiz haqiqatan tas. Chunki bizda shunda xato deylar. Uyg'ur xalqining ichida 4 bir yakas, birsi jasus. Bu Uyg'ur millatining ishini qilib bo'lmaydi. Voy, bu millatning ishini qilmaydi degan odam ahmoq. Voy, o'zingning ishini bilib, o'zingning ishini puxta bo'l deb mushundoq bir millatning ishini qilmaydigan, umidsizlangan odamlar bor. Qarindoshlarimiz, biz mushundan shuni ko'ra olamizki, har qanday bir chirigan, tushkunlashgan, nodonlashgan jamiyatda chuqum haqni suydigan, haqparvar, haqni qo'g'daydigan ma'lum odamlardan hargiz xoli emas. Bizning ichimizdan shu qarindoshlar. Biz bir yaxshi niyat qilib, islom uchun, Uyg'ur musulmonlar uchun dunyoda eng ezilgan, eng boshqalarning yordamiga muhtoj bo'lgan biz millat uchun xizmat qilamiz deb, niyating to'g'ri, niyating durust, Allah rizoligini ko'zlab o'ttirg'i chiqsang, sen yordam qiladigan, sen bilan qo'l tutmaydigan odam chuqum chiqadi. Biz bu darsdan shuni o'rganamiz. Ikkinchi bu darsdan o'rganadigan ishimiz qarindoshlar, haqiqat mutlaq, haqiqat nisbiy emas. Haqiqatning davlati yo'q, haqiqatning millati yo'q, haqiqatning jinsi yo'q. O'z vaqtida mush uyushmani qurganlar kofirlar. Rasululloh mushlar bilan birlashib bu ish qilishga uyushma qatnashdi. Endi sizlar deyishingiz mumkin, u chaqda payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lmaganlikdan kofirlar bilan birlashdi. Endi musulmon bo'lgandan keyin kofirlar bilan birlashib bo'lmaydi deyishingiz mumkin. Yo'q. Rasululloh nima dedi? Men islomdan keyin mush ishga chaqirilgan bo'lsam, yana qatnashatdim dedi. Biz bundan nima o'rganamiz? Bir odam, mayli bu odam er bo'lsin, ayol bo'lsin, musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, bir odam bir yaxshi ishni, insoniyatga foydali haq ish bo'lsa, buniga chaqirib qilsa, biz musulmonlar buning qatnashib, ha-hu deyishimiz kerak. Mana biz hozir Uyg'ur musulmonlari Yevropalarda yashayapmiz. Yevropada yashayotgandan keyin, voy bu kofirlarlar nima chatimiz demay, shuni ishida yaxshilar ekan. Masalan, insonlar huquqi, irqchilik qarshi turish, masalan, kambag'allik qarshi turish, ilm ma'rifatni gullantirish, ojiz miskinlarga yordam berishdek mushuna g'arb dunyosida mushlar shuarlar bo'lsa, biz musulmonlar bu kofirlar qiladi demay, shuning aktiv qatnashsak bo'ladi qarindoshlar. Chunki islomning eng asosli maqsadlaridan biri adolatni yer sharida barpo qilib, umumlashtirib,
zulmga qarshi turish mana bu dinimizning xulosasi shu. Shuning uchun bu qarindoshlarimiz mana bir haqiqatninki mutlaq oldu deganimiz shu. Yana bu darsdan o'gindigan yana bir darsimiz nima degan chaqda qarindoshlar, musulmonlar bir avangard tashabbuskor bo'lish. O'ylab baqila. Makkada mushunda bir buzuqchilik bo'layotgan bir Makkada shunda bir yaxshi uyushma dunyoga keldi. Rasululloh 15 yosh kichik demay shu uyushma qatnashdi. Cho'ng bo'lgandan keyin shuningdan faxrlanib aslab shu ish bo'lsa men qatnashatdim dedi. Siz biz musulmonlar uchun qarindoshlar. Biz Uyg'ur xizmatini, Uyg'ur musulmonlarning xizmatini, dinning xizmatini qilmaymiz desak, beshimizni ishimizni chukirib olib, mushta yuramiz. Bo'lib hozir chet elga chiqib, nurg'un yaxshi musulmon qarindoshlar chet elga chiqdinglar. Hozir qanday qilyapsizlar? Sana pullarini, barlaringlar, noch uylarni olib, noch mashinalarni olib, hech kimga aralashmay 3-4 boylarni bir yerga kelib olib, boshqalar bilan qaron yo'q mushta yashayapsizlar. Hey, mushundaq Uyg'urlar, mushundaq bir xatarlik tarixiy bosqichda yo'qolish girdavga qarab ketib qolgan bir millatni mushunda tashib etib, millat yaxshi chaqda shu millatning pulini tepib, shu millatning rioyatini ko'rib yashab, millatning beshi kun tushgan vaqtda shunda chatga chiqib oliblar, 6-4 tanga pulingga taynib, nochi dachlarda o'rib, ya o'ltirib, ya dining bilan qarin yo'q, ya millat bilan qarin yo'q. Mushunda yetib olsang, sen qiyomat kuni Allohga nima deb javob berasan? Sen bu millatga qanday yuz kelalaysan qarindishim demakchi. Biz bu Rasulullohning hayotidan mushuni o'rganaylik qarindoshlar. Biz chet elda yashagan ekanmiz, chuqum Uyg'urlarga to'plashgan Uyg'urlarni birlashtirgan bir jamiyat, bir tashkilotlarga shu yer qatnashib, faol xizmat qilib, aktiv bir a'zo bo'lib yashashimiz kerak. Voy, aş qo'rqanchiligimizdan, hey, Xudodan shunchalik qo'rqqan bo'lsak, mushkina qolmaydi. Allohdan shunchalik qo'rqqan bo'lsak, shu qo'rqqan bo'lsak, shu kuni qolmaydi. Men bir shay bilan birasini qishi qatnashib qo'ysam, birasi bilan qo'ysam, vatanda ulam, hey, vatanda bo'pildi qarindoshlar. Turmugi solab bo'ldi, chet elga qo'g'lab bo'ldi. Voy, yine mushunchilik bo'ldi. Sen qatnashma. Senin Uyg'ur bo'lganliging, musulmon bo'lganliging sana jinoyat atishga yetib oshadi. To'g'ri, sen bir oz ehtiyot qilsang, balkim sen kechikib kelish mumkin. Ammo kelmaydi sen xatolaysan. Oldiga chiqib tashabbuskorlar harakat qilsang, sana balduroq baloyi ofat imtihon kelish mumkin. Ammo shu faqat oldi-keyinlik masala. Ammo sen Uyg'ur bo'lganliging, musulmon bo'lganliging sening düşmanlarning nazarda jinoyatchi bo'lishingga yetib oshadigan sabablarning biri. Buni biz mana mush kunlarimizda ko'zimizni ichib qarasak ko'ralaydigan bir haqiqat. Shuning uchun qarindoshlarimiz mayli bir siyosiy, bir ijtimoiy, bir tashkilotlarga shu qatnashib, xizmat qilib, yordam qilib, bu millat uchun, bu islom uchun xizmat qilmasang, bu sen qandoq bir musulmon, qandoq bir Uyg'ursan? Sendeki vicdan ne ketdi, sendeki iman ne ketdi? Şahsiyetçilik qilib, üzerinin balları olan üzerlanmışda yaşasan, seni ya bir Müslüman degil olmaydı, hatta bir Uygur deyişten sen üzerine Uygur için namus qilsan oldu. Çünkü bundaq milletine 5 gün tushganda karoman adam sen Uygur bulamaysan. Shuning uchun qarindoshlarimiz, mana biz bu darsdan mana mushuni o'rganamiz. Birinchisi, nimani o'rgandik? Birinchisi haqiqat mutlaq bo'ladi qarindoshlar. Biz odam bilan haqiqatni tunamaymiz. Balki biz haqiqat bilan odam tunaymiz. Haqiqat mushunda mutlaq. Haqiqatni kim desmaydi? Lekin paloni desa haqiqat, puston desa nahulab qolmaydi. Biz haqiqat bilan insonlarni tunaymiz, insonlar bilan haqiqatni tunamaymiz. Mutlaq dedik. Ikkinchisi qarindoshlar tashabbuskor bo'lish dedik. Üçüncüsü, şundama chuqum bir jamoatga qatnashib, yaxshi qildigan jamoatlar birlashib yashash. Buni chet elda mushtaq qilmasak, yo'qolib ketamiz qarindoshlar. Hatto chet elda o'zimizni saqlab qololmaymiz. Farzandlarimiz o'zininki kimligini, dinini saqlab qololmaydi. Mana bu darsdan mushtan o'rganamiz qarindoshlar. Shuning uchun bu Rasulullohning hayotidan biz o'rganadigan narsalar yamanjiq qarindoshlarimiz. Mushunda o'rganish orqali hayatımızı tatbiqlab, biz nima dedik? Rasulullohning hayotlaridan yashash mahoratini, siyosat mahoratini, davlat qurish mahoratini, zulmdan qutqizish mahoratini,
İslamni, tevhidni, adamgarchilikni hammani Rasulullah'ın hayatından öğrenimiz. Çünkü Rasulullah biz üçün qoyaş, biz üçün meş'al, bizning örnekimiz. Allah peygamberden şunun için alayını terbiyelep bizge evetken deyişimizdeki maksat muş şu qarindoshlarimiz. Allah subhanahu ve taala muş dersini anlagan ve taqatqan qarindoshlarımızga merhamet qilsin, günahını affi qilsin, ata-onalarning günahını affi qilsin qarindoshlar. Birleşip Resulullah'ın hayatını kızıp çıkıp Resulullah'ın hayatıdan özümüzninki bir kişilik adam buluşumuzga ve hayatının oxşaşmagan sahalarda utuq qazanışımızga ve muş Uygur Müslümanlarının İslam'ның utuq qazanışı g'alaba qilishga, zulümden qutulup adalet sayesinde yaşaşqa bir şarait hazırlansın üçün, şunun üçün bir yol çıksın, şunun bir dağdan yol aldığımızda payda olsun deb bu dersini kılıvatımız. Şunu hemmimiz tirişip bu dersini taqtib koysak ve yaxşı anlap, düşünüp hayatımızı tatbiqlasak Allah subhanahu wa ta'ala bizge çoxum çıkış yolu verdi. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.